Tolstoy mundaq degan. Dunyoda faqat ikki xil odam yashaydi. Ularning biri qarab turg'uchi, yana biri harakatlanguchi. Nurg'un odamlar bu dunyoni o'zgartmoqchi bo'lishidi, lekin ulardan biror o'zini o'zgartib beqishni o'ylashmaydi. Hozirgi holatini o'zgartish uchun har kim o'zini o'zgartishi kerak. O'zini o'zgartish uchun oldi bilan o'ziga bo'lgan tonishishini o'zgartib beqishga urinish kerak. Hayotimizdagi muvaffaqiyatlar o'zimizni to'g'ri tonishdan boshlansa, mag'lubiyatlar xato tonishning natijasi. Ravon yashash uchun jamiyatga moslashishimiz, erishib yashash uchun o'zgarishlarga moslashishimiz, buning uchun dunyoni emas, dunyoning bir a'zosi bo'lgan o'zimizni faol o'zgartamiz. Hayotning tartibi dil uning bizga bergan tuyg'usidagi tartibsizlik bo'lsa kerak. Aynaksimon xarakterdagi odamlar bundoq yuzlanishga bardoshlik berolmaganda, zodi nimishqa bundoq bo'ladi deb zorlanadi. Javob shuki, chunki bu hayotda hech qanday haqiqiy muqimlik bo'lmaydi. Shunga doim jonning rohatini qo'g'lishish, o'rinliq qilish, xotirjamlik izlash intayin xatarlik bo'lgan yashash andisi hisoblanadi. Iqtisodshunos Jorj mundaq bir gapni qiladi. Sizning yetarlik yashash iqtidoriga ega bo'lishingiz sizning atalmish qoidalarning amaliyotda korga kelmas narsa ekanligini his qilgan, qilolmaganligingizga bog'liq. Shundaq, izchil o'zgarishlarga to'lgan ijtimoiy muhitda mavjudligimizni saqlab turish uchun oldi bilan atrofimizni o'rab turgan muhitda rostilla o'zgarish bo'layotganligini his qilishimiz, e'tirof qilishimiz, muhimi uningga qandoq yuzlanish, qandoq uyg'unlashish haqida o'ylanishimiz kerak. Kishilar dengiz toshbaqasining bir alohidligi haqida mundaq tajriba ishlab ko'rgan. Dengiz toshbaqasi dengiz sohilidagi qumliqqa tuxumlab, ondan uni ko'mib qo'yib ketadigan bo'lib, kichik toshbaqalar tuxumdan chiqqandan keyin sohildagi oy nuriga asosan dengiz tarafga qarab minishir ekan. Keyin buningga qiziqqan ba'zi kishilar dengiz toshbaqasi to'plashgan dengiz sohiliga tok tortib, chiroq nuri orqali kichik toshbaqalarning dengizga qaytishiga jang e'lon qilgan. Natijada toshbaqalar dengizning qarshi tarafiga, ya'ni oy nuridan necha hassa kuchlik yorug'lik tarafga qarab minishgan. Balkim men va sizdagi kona tafakkur andizlari to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin to'g'ri bo'lishlar hamma ishning o'ngishli bo'lganligidan derak bermaydi. O'sib yetilishdan to'xtab qolgan kishilar dunyo tarafidan shallanishga boshlag'ili na vaq. Faqat biz hozirgacha mukinib yurdik xolos. Shu topda bir mazgil dunyo yonfin sohasiga hukmronlik qilgan Nokia vayron bo'lish arpasida. Şirket baş icraiya amaldorining biz xato qilmadik, ammo yengildik degan so'zini yana bir qitim o'ylab qoldim. Bu so'z menga nurg'un narsalarni tushuntirgan. Aflatun bir kuni shogirdlariga men tog'ni o'tkita olayman debdikan. Shogirdlari buni anglab nihoyat hayajonlanib ketibdi va ustozning tog'ga o'tkash hunarini o'zdirgim o'g'itib qo'yishini talab qilishibdi. Aflatun kulib ketib, ularga shundoq javob beribdi. Bu bak oddiy, tog' joyida turaveradi. Ammo men uningdan alqib o'taman. Shundoq, siz tog'dan o'tib ketsangizlar, aslida oldingizda turgan u tog' hamon orqangizda qoladi. Oxirida kitob ishkopimga choplab qo'yilgan Jaloliddin Rumiyning ma'u bir jumla so'zini sovg'a qilay. Tunugunki men aqlliq edim, dunyoni o'zgartishni o'ylaydim. Bugunki men farosatlik bo'ldim. Shunga o'zimni o'zgartish ko'ydiman. Aman bo'ling.